ko'ngilli oqila ayollar harakati oilalar mustahkamligini ta'minlash, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, jamiyatimizda xotin-qizlarning faolligini oshirish yo'lida muhim tashabbuslarni ilgari surib kelishmoqda. Hurmatli opa-singillar, onajonlar, oqila ayollarimiz, tashkil qilinganiga 4 yil to'ladi. Çalıngan sensen bahar havası, hayallerim yeşil, oylarım yeşil, yeşil sayfanlarda bülbüller sesi. Fırsat izinlidir yüreğim, canım cemil yar yar. Ya ismelerdi, çok koygan ekanman, koyganman. Ko'zma yo'limni, shunaqadir yavrum, manzilimni. O'zlarimizni, o'gitlarimizni, hayot tajribalarimizni yoshlarga bugun ko'rsatishimiz bugun ayni davrda o'zi taqozo qilyapti.